Salom do'stlar, agar siz diyeta qilyapsiz va vazn tushmayotgan bo'lsa, demak siz nimanidir xato qilyapsiz. Bugun men sizlarga dietada eng ko'p uchraydigan 5 ta xatoni gapiraman. Birinchi xato azizlarim, och yurish. Juda kam taomlanish metabolizmni sekinlashtiradi. Ikkinchi xato, nonni butunlay taqiqlash. Nonni butunlay taqiqlasa ham bo'lmaydi. Oz miqdorda non iste'mol qilib turish kerak. Uchinchi xato, mevani ko'p yeyish. Meva ham me'yorida bo'lishi kerak. To'rtinchi xato, suv ichmaslik. Ba'zida ochlik emas, chanqoqlik bo'ladi. Sabrsizlik. Beshinchi xato, siz tez ozayin deb aslo harakat qilmang. Siz og'zingizni qayta semirmaslikka harakat qiling. Natijada asta sekin ozasiz, ammo qaytib semirmaysiz. Agar siz ozmoqchisiz, bugundan ozishga qat'iy qaror qildingiz. Agar siz rostdan ham ozmoqchi bo'lsangiz, ichingiz har kuni kelishi kerak azizlarim. Agar ichingiz kelmasa ham sizda semizlik kelib chiqaveradi. Ichi kelmaydigan insonlarda kam harakat bo'ladi, doimiy charchoq bo'ladi, og'izdan hid keladi. Shuning uchun qabziyati borlar birinchi navbatda ichingiz kelishiga harakat qiling. Tabiiy yo'llar bilan qavziyatdan qutulishga harakat qiling azizlarim. Buning uchun suv iste'mol qiling. Suv ko'p iste'mol qilsangiz ham qavziyatdan qutulishingiz mumkin. Shakar oz iste'mol qiling. Shakar bilasizlar, hammada qavziyatga sabab bo'ladi. Eng ko'p sabab bo'ladigan narsa shirinliklar, shakarlar, shokoladlar. Iloji boricha ularda kamaytiring. Uchinchi navbatda azizlarim, sarimsoq iste'mol qiling. Har kungi taomingizni ichida, salatlaringizning ichida qavziyati borlar bir kunda 3 dona sarimsoq iste'mol qilsa, qavziyatdan 1 oy davomida 3 donadan har kuni sarimsoq iste'mol qilsa, qavziyatdan butunlay xalos bo'ladi. Shuning uchun sarimsoq ko'proq iste'mol qilganingiz yaxshiroq. Xoh pishgan bo'lsin, xoh salatlarga solasiz, xoh o'zini iste'mol qilasiz, xoh yogurtga aralashtirib, qatiqlarga aralashtirib bemalol ichsangiz, yesangiz bo'laveradi. U sizni qavziyatdan butunlay xalos qiladi azizlarim. Sut mahsulotlarini iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Dietada har doim sut ichib yursangiz ham bo'ladi. Sut ichib yursangiz, sutda har qanaqa vitaminlar bor, oqsillar bor, buni ko'pchilik biladi. Sut albatta iste'mol qilsangiz ishtahani bug'adi. Shuning uchun sut va sut mahsulotlarini bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Keyin sizni sut mahsulotlari erta qarishni oldini oladi. Buni ko'pchilik ayollar biladi. Shuning uchun ko'proq siz sut iste'mol qilganingiz ma'qulroq. Yana bitta yo'li, hammani uyda uchraydigan oddiy yog'ni olasizda, 1 choy qoshiq yog'ga 1 osh qoshiq limon suvini aralashtirib ichasiz och qoringa. Bu ichaklarga foydali. Bu simichka yog'i bo'lsin, sariyog' bo'lsin, zaytun yog'i bo'lsin, umuman farqi yo'q. Zaytun yog' foydaliroq. Taomlarga kelamiz. Endi azizlarim, taomlarda birinchi navbatda hamma narsani qaynatib qo'ying uyingizda. Qovurilgan narsalardan 1 oy davomida sal uzoq yurganingiz ma'qulroq. 1 oy sabr qilib, qat'iy qaror qilib diyeta qilsangiz, 1 oydan keyin asta sekin bu narsalar sizning hayotingizda odatiy tusga kirib, odatga aylanib qoladi. Keyin umuman diyeta qilishdan ham, ozishdan ham qiynalmaysiz. Bir marta ozib olsangiz azizlarim, keyin o'zidan o'zi ozib ketaverasiz. Qaynatilgan yoki bug'da pishirilgan narsalar yeganingiz, iste'mol qilganingiz ma'qulroq. Go'sht yeysizmi, baliq yeysizmi, tovuq go'shti yeysizmi, nima yesangiz hammasini bug'da yoki qaynatib pishirganingiz ma'qulroq. Lekin qizlar, har doim salat bo'lsin, salatsiz taomlanmang. Salat tez ozdiradi, ham qorinni to'q tutadi, tez oshqozonni to'ldiradi. Shuning uchun salat suvni doim iste'mol qilganingiz ma'qulroq. Dasturxoningizdan salat bilan suv hech qachon arimasin. Ja bo'lmaganda tuxum qaynatib qo'yib qo'ying. Tuxumni yonida bironta salat qiling. Albatta salat yeng, lekin kechki ovqatga kelganingizda sut yoki qatiq ichib qo'yganingiz ma'qulroq. Iloji boricha, ya'ni ham majbur emas, iloji boricha sut va qatiq sizga juda ham ozishingizga katta yordam beradi. Chunki u ishtahani bug'adi. Qatiq bug'maydi-yu, lekin sut ishtahani bug'ib, odamni qornini to'q tutadi. Shuning uchun sut ichib qo'yganingiz ma'qulroq. U xoh sovuq bo'lsin, xoh issiq bo'lsin, lekin shakar solmasdan, shirinlik solmasdan sut iste'mol qilganingiz ma'qulroq oqshomga. Lekin shunga e'tibor qiling azizlarim, yotishdan 2 soat oldin iching. Sutni ham, qatiqni ham nima bo'lishidan qat'iy nazar, kuniga 1,5-2 litr suv iching. Qovurilgan gazli ichimliklardan uzoq yuring. Qaynatilgan taomlarni qanday tayyorlayman, qanaqa qilib qaynatilgan taomlar bo'ladi deydiganlarga
Eslatib qo'yaman, guruchni, lovyani, grechkani, kartoshkani, sabzini, tuxumni, hamma narsani azizlarim, go'shtlarni xohlagan turingizda, baliqlarni hammasini qaynatib iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Iloji bo'lsa ichiga oz tuz soling. Tuz ham semizlikni keltirib chiqaradi. Tuz, shakar, oq non, oq undan bo'lgan mahsulotlardan uzoqroq yurganingiz ma'qulroq dieta vaqtida. O'sha 3 ta narsadan uzoq yuring. 3 ta oq narsadan deyilgan. Birinchisi tuz, ikkinchisi shakar, uchinchisi oq un. Oq un mahsulotidan bo'lgan hamma narsalardan, nonmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, non iste'mol qilsangiz ham qora non iste'mol qilganingiz ma'qulroq. Azizlarim, yana bitta narsa, tvorog ham odamni organizmiga foydalari ko'p. Bundan tashqari azizlarim, misol uchun men aytmagan narsalar nima bo'ladi? Gulkaramdan salatlar, brokolidan salatlar, shunaqa har xil sabzavotlar bor-ku, o'sha sabzavotlarni hammasini olib salat tayyorlab iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Faqatgina qovurmasdan qaynatib iste'mol qilishingiz kerak. 1 oy davomida ana shunga qat'iy qaror qilib, bugundan boshlang azizlarim, hozirdan boshlang. Hozirdan boshlab harakat qilsangiz, inshaalloh 1 oy davomida judayam chiroyli qomatga ega bo'lasiz. Ko'p ozmaysiz, ko'p ozasiz deb va'da bermayman. 8 kilo, 10 kilo, 15 kilo ozmaysiz-u, 4 kilo, 5 kilo ozing. Lekin sizga bu odatiy tusga, odatga aylanib qolsin. Har kuni u narsalarni iste'mol qilib yurib, organizmingiz, oshqozoningiz o'rganadi. Bu taomlarni iste'mol qilayotganda har kuni me'yorini kamaytirib boring. Suvni ko'proq iste'mol qilib, salatlarni ko'proq iste'mol qilib, taomlarni kamroq iste'mol qilishga harakat qiling. Azizlarim, ana shunda siz chiroyli ozasiz. Birinchidan, ikkinchidan tez ozmaysiz-u, sekin ozasiz, lekin qaytib semirib ketmaysiz. Undan keyin men har doim hammaga, dugonalarim bo'ladimi, singillarim bo'ladimi, tanishlarim bo'ladimi, kim bilan gaplashsam har doim aytaman, u ozg'in odam bo'lsin, semiz odam bo'lsin, umuman ham farqi yo'q. Albatta sport bilan shug'ullaning. Qizlar bo'lasizmi, o'g'il bolalar bo'lasizmi, farzandingiz bo'ladimi, farqi yo'q. Onangiz bo'ladimi, otangiz bo'ladimi, albatta sport bilan shug'ullansangiz, sport birinchi navbatda sog'likka foydali. Men buni har doim aytib o'taman. Hech bo'lmaganda bir kunda umuman sharoitingiz yo'q, ishingiz ko'p, ishdan kelasiz, uyga uy yumushlaridan ortmaysiz. Ana shunda ham 10 daqiqa vaqt ajratib, 10 daqiqa albatta sport bilan shug'ullaning. Xohlasangiz tong sahar turib shug'ullaning. Sport odamning sog'ligiga birinchi navbatda katta yordam beradi. Ikkinchi navbatda ozishingizga, sport bilan shug'ullanib ozsangiz chiroyli ozasiz, qaytib semirmaysiz. Ilojingiz bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, sport zallarga boring, trenajyorniy zallarga boring. Ilojingiz bo'lsa, uyingizda o'zingiz muzikani baland qilib qo'yib o'ynang. Farzandlaringiz o'ynasin, uyingizda kim bilan yashasangiz, hammasini o'ynating. O'ynaganda birinchidan kayfiyat ko'tariladi, ikkinchidan chiroyli ozasiz. Videolarim yoqqan bo'lsa, menga like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaringiz Allohimga omonatsiz. Albatta men bilan qoling. Meni shu yergacha eshitganlarga kattakon rahmat. Sizdan Allohim rozi bo'lsin. Sog' salomat bo'lasiz.